Hammaga salom. Bugungi videomizda bolalar elektromobillarni qanday tanlash, ularning bir-biridan farqi va xarid paytida nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida so'z yuritamiz. Mening ismim Alisher, sizlar bilan haydovchi bolajon deb. Qaysi modelni tanlamang, ularning barchasi quyidagi standart funksiyalar bilan jihozlangan. Yumshoq rezina g'ildiraklar, xavfsizlik kameri bo'lgan eko-charm o'rindiq, silliq harakatlanish va to'xtash funksiyasi, diodli faralar, bluetoothli magnitofon, boshqaruv bo'lsa bolaning o'zi yoki ota-onalar masofaviy pult orqali boshqarishi mumkin. E'tibor berish kerak bo'lgan birinchi jihati mashinaning hajmi. U 3 qismga bo'linadi: kichkina, o'rtancha va katta. Kichik turdagi mashinalar 35 kilogacha og'irlikdagi 1 yoshdan 4 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan. Misol uchun BMW M4 G63. Ularning afzalligi saqlash va mashina yukxonasida tashish juda ham qulay. Yana bir qo'shimcha jihati, batareyasini kuchlirog'iga almashtirib, ish vaqtini 1,5 soatdan 3 soatgacha uzaytirish mumkin. Bu bo'lsa uning yana ham ko'proq xizmat qilishini ta'minlaydi. O'rtacha o'lchamdagi modellarda salon kengroq va 2 o'rindiqli keng kreslo bilan jihozlangan bo'ladi. Shu sababli ularda bolalar 6 yoshgacha bemalol minishi mumkin. Ular saqlash va tashish uchun ko'proq joy talab qiladi, ammo to'liq privatli Tor-X turbo kuchliroq motor tufayli notekis yo'llarda ancha yaxshi harakatlanadi. Bu toifadagi ayrim modellarda 24 volt yoki 12 volt akkumulyator tanlash imkoniyati bor. Shu narsaga qarab maksimal tezlik ham farq qiladi. 7 km/s tezlik bilan 9 km/s tezlik. Shunday modellardan biri Buggy HC601. Unda turli akkumulyator bilan qanday yurish imkoniyatini ko'rish mumkin. Ko'rib turganingizdek, 24 volt versiya tezroq yuradi, lekin 12 volt akkumulyatori sig'imi kattaroq, 10 amper, 24 volt esa 7 amperli bo'ladi. Uchinchi o'lcham katta 2 o'rindiqli elektromobillar. Ular odatda 8 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, modeliga qarab 50 kilodan 100 kilogacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Bu modellarda keng o'rindiq va to'liq privat mavjud. Bu toifada ham bagilar, jiplar va sedanlar uchraydi. Muhimi, bunday elektromobillarni kvartiraga olib kirish ancha qiyin. Eng ma'quli uni parking yoki garajda saqlash. Yana ba'zi qo'shimcha funksiyalarga e'tibor berish kerak. Hamma modelda ham uchramaydi, lekin o'rindiqni old-orqaga sozlash, olinadigan akkumulyator. Bu esa mashinani rozetkaga olib bormasdan zaryadlash imkonini beradi. Qaychi tebranish rejimi. Mashina o'zidan o'zi tebranib yurishni taqlid qiladi. Chemadon uslubidagi tutqich. Oldidan chiqadi, orqasida kichik g'ildiraklar bor. Zaryadi tugaganda mashinani oson sudrab yurish mumkin. Qisqacha, bolalar elektromobili qanday tuzilgan? Korpus zarbaga chidamli plastikdan tayyorlanadi. Yurish qismi ходовой esa metalldan bo'ladi. Privodiga qarab turib 2 yoki 4 ta motor o'rnatiladi. Akkumulyator va boshqaruv bloki esa odatda kapot ostida yoki o'rindiq tagida bo'ladi. Bizda 100 dan ortiq modeldagi mashinalar mavjud. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, video tagidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsApp, Telegram yoki Max orqali bizga aloqaga chiqing. Buyurtmani Toshkent shahridan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Telegramdagi haydovchi bolajon kanalimizni kuzating.